Ona bor shunaqasidan mana o'qituvchi. O'qituvchi? Kelin, abika achchiqqina mastava qiling ichamiz. Oyijon, bola bugun rosa boshimni achib tashladi. Nazorat ish tekshirdim, uyga velosiped tekshirdim. Har ertangi darslarga tayyorgarlik ko'rishim kerak. Bular nima dastavka qilib qo'yavering? Dastavka? Bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. Mayli ona, mana. Ana, yurist. Yurist? Kelin, abika achchiqqina mastava qiling ichaylik. Oyijon, ertalabdan beri ko'cha supurdim, hovli supurdim, changlarni artdim. Mehnat kodeksida ham bir kunda qancha ishlash belgilangan-ku. Umuman to'g'ri kelmaydi. Yo'q. Ona, ana bu mana. Doktor. Kelin, birorta ovqat qilasizmi, yeymizmi? Achchiqqina mastava qilib qo'yganman oyijon. Ana bo'larkan-ku. Ana shu qizni kelin qilamiz, ana shu qizni ko'ndir. Voy, mazam bo'lmayapti-ku meni. Voy oyijon, hozir o'zim sizni davolab qo'yaman. Mana xotinim qani? Voy oyijon, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Otday bo'ldim, qo'lingiz yengil ekan. Rahmat. Yurganimda tizzalarim g'ichir qiladi. Nimadan bu? Voy, hozir davolab qo'yaman. Oyijon, chopqillab ketasiz, xavotirim. Ha, o'zimni kelinimda bu. Menga ham qara keyin, men eringman-ku. Kelin, nima bo'ldi? Ovozim chiqmay qoldi meni. Voy oyijon, sovuq suv ichdingizmi? Hozir ko'rib qo'yaman. Mana ham ko'rib qo'ysa ovozim chiqmayapti. Jibutar, menga qarasin. Ona, Tomog'imni zo'r davoladingiz. Kelin, qayerdan bilasiz buncha narsani? Nekif skulda o'qiganman-da oyijon, bilaman-da. ana bu tikuvchi ekan, shunga uylanaymi yo? Nima qilasan o'ylanib? Mana xotining bor-ku. Xotinim bo'lsa, bering xotinimni, siz meni xotinimni o'ziga shaxsiy doktor qilib olgansiz. Bunaqa bo'lmaydi, nima? Hali shunaqa gaplaring ham bormi san? Ol xotiningni, boring, kelin, boring. Oldingga tush. Kelin, mana bu yelkam ozgina g'ichirlaganda ham bir ko'rib qo'yasizmi? Hozir oyijon. Ona,